Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar Chakkaparnikda joylashgan 2 etajli 150 kvadrat ega hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Qisqacha tushuntirib bersam, avtoshop Gulla yo'lidan kelishda o'ng qo'lga kirasiz, shu joyimiz bo'ladi. Joyimiz 2 etajdan iborat, xom pishgan aralash qurilgan. Gaz, suv, svet hamma narsa girib turibdi. To'g'ri girib yashasansizlar bo'ladi. Ichindagi barcha jihoz bilan sotuvga chiqdi. Joyimiz garaji bor, pastda 2 spalnisi, yuqorida esa 2 spalni bir zal bo'ladi, hurmatli obunachilar. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Chertojlari tepadan sanuzel bor, pastdan sanuzel bor. Qanasa ichkari qismi bilan donishib ko'rish chiqsak, ketdik. Joyimizda fasadlari ajoyib bo'lib turibdi. Shifrlari bo'lgan, balkonlarga ega. Yan tarafimiz garaj bo'ladi. Ko'chasi ham ulug' tushgan, hurmatli obunachilar. Darvozalar ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Garaj ham ulug' tushgan. Beda, hurmatli obunachilar, nasozimiz bor. Ajoyib etib qo'yib ekanlar. Issiqqina bo'lib turibdi joyimiz. Iblar kafildan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Oyoqlar stashga bo'lgan. Uy ichiga kirib ketsam bo'ladi bu tarafdan. Biz bu yerdan kiramiz. Joyimiz ikkilamchi kredit ham chiqadi, e'tibor eting. Yordamlashamiz, xudo xolasa. Qanasa ichkari qismi bilan donishib ko'rish chiqsak. Girganimizdan beda rakovinamiz joylashgan. Suvimiz, svetimiz, hamma narsamiz girib turibdi. Suvni napuram yaxshi. Beda har xonamizdan avtomatlar tushgan. Televizorimiz bor, lyustramiz bor, pataloqlari naturjnoy pataloq. Oyoq telamiz to'pli pol, hurmatli obunachilar. Bu yon taraf ikkinchi etajga chiqish xotimiz bo'ladi. Litsenziyamiz quyma shaklda ishlangan. Yana aytib o'tsam, garajimiz bo'ladi. Yana ko'rsatib o'tganimdek. Bemalol bir mashina sig'adi. Yan tarafimiz sanuzelimiz, oyoq teli ajoyib kafildan chiqib turibdi. Beda rakovinamiz joylashgan. Unitazimiz, arestonimiz bor. Vannamiz, kiyim mashinamiz bor ekan. Pataloqgacha kafildan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklari aqua romladan. Yan tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnida bo'lgan ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Gaz plitasi bor. Dimoxoti, pedasi. Xonadonligimiz ham ulusundan qo'yilgan ekan. LG firmaniki, duxovka, mikrofonka hamma narsasi bor. Mo'ykalarim ajoyib. Gaz plitasi ham ajoyib ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Yerimizda duxovkaning katalogi ega. Stabilizatorlari bor. Suv, svet, gaz hamma narsa bor bu yerda, hurmatli obunachilar. Spalnimizga kiradigan bo'lsak, spalnimizning razmeri 3,5 razmerda tushgan. Aynasi bog' tarafga qaragan bo'ladi. Endi bog'imizga chiqib ko'rsatsam, bog'imiz ham ajoyib bo'lib turibdi, topchallar bo'lib. Yan tarafda kladovkasi bor ekan. Endi ikkinchi etajimizga chiqsak, yana bir narsani aytib o'tmoqman. Bu yerimizda podval ham bor, hurmatli obunachilar. Beda to'pli polimizni kontroli ushida joylashgan. Litsenziyamiz ham quyma, hurmatli obunachilar. Ikki spalni bir zal etib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham zal etib qo'ysangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ulug' tushgan. Yan tarafimizda sanuzelimiz joylashgan. Yerimiz dollarimiz bo'lib, ulug' qilgan. Registrlarni ko'ring, ayami ishlatilgan, hurmatli obunachilar. Pataloqlarimiz naturjnoy pataloq. Yerimizning razmerini aytadigan bo'lsam, 4,5 6 razmerda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Yan tarafimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham pataloqgacha kafildan chiqib ajoyib bo'libdi. Beda rakovinamiz joylashgan. İkinci etajımız registr bo'ladi. Yan tarafimiz spalnimiz. Aynalar akvayna. Spalnilarim ajoyib ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Bular ham qoladi kelish chalinsa. Endi zalimizga kirsak. Zalimiz ham ulug' razmerda tushgan. Zalimizning razmerini aytib o'tsam,
3 yarıma 7 metr ekan hurmatli obunachilar. Yana bir zalimizni ko'rsatsak, İspanya etib qo'ysangiz ham bo'ladi, zal etib qo'ysangiz ham bo'ladi hurmatli obunachilar. Berimiz ham ulug' qolgan razmeri. Joyimizning birini razmerini aytib o'tsam, 5 yarıma uzinasini 3 yarım ekan hurmatli obunachilar. Yan tarafimiz balkonumuz bo'ladi. Balkonumuz ham ulug' qolgan. Shotkalar bo'lgan. Joyimiz to'liq videosini ko'rib chiqdik. Qisqa videosini ko'raman degan bo'lsangiz, Instagram yoki Telegram kanalimizga girsangizlar bo'ladi. Joyimizning narxini aytib o'tsam, 800 million so'm deb turibdilar. Shu durishunda kreditni berib chiqib ketadi. Ikkalamiz kredit ham chiqadi. Sağ olun, salomat olun. Kanala obuna bo'lishdan chiqmasam, men shunday joylar olish nasib etsin.